Bizani koreys tili ikkinchi darsimiz. Mana koreys tili ikkinchi darsimiz. Grammatika 1A. Bugungi darsimiz informal, ya'ni salomlashish gaplari. Annyeonghaseyo. Mana aytilishi yaxshimisiz degan ma'noni anglatadi. Bu savolga javob berish uchun, mana javob qaytarish uchun annyeonghaseyo deb javob qaytaramiz. Tarjimasi xuddi shunday. Keyingi gapimiz chalchineseyo. Yaxshi yuribsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Chalchineseyo. Ana yo'qolishi. Tarjimasi. Keyingi javob qaytarishimiz uchun yoki ne ha deb javob qaytaramiz yoki aniyo yo'q degan. Keyingi mannaso pangavayo. Mana mannaso pangavayo yo'qolishi. Tanishganimdan xursandman degan ma'noni anglatadi. Bunga javob qaytarish uchun pangavayo. Xuddi shu narsani qaytib aytamiz. Faqat manasosiz. Mana pangavayo aytilishi, o'qilishi men ham degan ma'noni anglatadi. Ana keling, siz o'qituvchingiz bilan, siz o'quvchisiz. Ana siz o'quvchi. Siz o'quvchingizga mana buni aytasiz. Yaxshi qoling. Annyeongga keseyo. Siz dars tugadi deylik, siz darsdan ketyapsiz. Ikkinchisi o'qituvchingiz. Sizning o'qituvchingiz esa mana bu gaplarni aytadi. Yaxshi keting. O'qituvchi. Xo'p, ikkinchi darsimiz tugadi. Keyingi darslarni kutib qoling. Hammaga sog'lik.